Xudoberdi To'xtaboyevning Mungli ko'zlar asari. Bu asar ko'ringanidan maktab yoshidagi bolalar uchun mo'ljallangan bo'lsa ham, lekin har bir yosh toifasi inson o'qiganda 20-asrning 50-yillari va undan keyingi ma'lum bir davrning kirdikorlari, insonlarning fojiasi, boylikka, mol-dunyoga ruju qo'ygan insonlarning halokati, hojatbarorlikdek o'zini oqlagan Yoqutxonning yoki uning erining qilgan kirdikorlari, poralari natijasida uning oilasining, farzandlarining afsuski qurbon bo'lganligini ayanchli holda ko'rsatib bergan asar. Har bir kitobxon bu asarni qo'liga olganda beixtiyor u Zafar bilan, bosh qahramon bo'lgan Zafar 13 yoshli go'dak bilan birga yashaydi, hayot kechiradi. Uning har bir ko'z yoshiga o'zi ham guvoh bo'ladi. Asarni tugallayotganda inson beixtiyor o'zini hayotini tahlil qiladi. Afsuski, bu asarni ko'z yoshlari bilan o'qiydi. Mungli qarab turgan ko'zlar esa har safar insonni ta'qib qiladi. Bu asarni o'qiganimda aynan o'sha bosh qahramon bilan tengdosh paytim o'qigan va o'zimni hech qachon ko'z yoshlaridan tiya olmagan edim. Aynan ota-onasining boylikka ro'ja qo'yganligi, afsuski, ularning katta o'g'li bo'lgan Akbarning nogiron farzandining o'zini yoqib yuborishiga, kichkina o'g'li Zoirning avtohalokatda vafot etishiga, ayolining esa yurak xurujidan vafot etishiga va juda katta fojialarga olib keladi. Bularning bari bir yosh bolaga, Zafarga juda katta bosimlar, qiyinchiliklar keltiradi. Har bir kitobxon Zafar bilan sathlarni, yo'llarni bosib o'tganda beixtiyor o'zi shu muhitda yashaydi. Ota-onasiga nafrat, mehr unda uyg'unlashgan. Akbarni ham tushunsak bo'ladi. Ota-onasini juda ham yaxshi ko'radi. Nogiron bo'lganligi uchun har lahza unga berilgan mehr hech qachon yo'qolmasligini xohlaydi.